Assalomu alaykum hurmatli ustozlar hamda o'quvchilar. Informatsiyalik qavsizlik bag'daridan Timur Rahmonbergenov ham sifali ekonomika bag'daridan Azamat Knyazovlarning tayyorlagan video saboqligi. Demek, bungi video roligimizda Visual Studio 2022 da kalkulyator qalay so'g'idi, iki bosqichda ko'rib chiqamiz. Olay bo'lsa, boshladik. Birinchi bosqich. Dastlab Visual Studio 2022 ga kiramiz. Ham toza proyekt achish uchun Sozdat proyekti degan tugmachani ustun bosamiz. Ham ko'rsatilgan izbezlikda amallarda ishlaymiz. So'ng bu proyektga ad qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'g'an siz o'zingiz qalagan ad qo'yishingiz mumkin. Bizlar bo'lsa kalkulyator deb bo'g'an ad berdik. Ko'rib turganingizdek bizlar toza proyektni ochdik. Endi bizga kalkulyator ishlash uchun eng dastlab bizlarga form kerak bo'ladi, ya'ni onun uchun bizlar header filesdan form1.h ni sayladik. Ya'ni bu kalkulyatorning ortqi nesi bo'ladi, beti bo'ladi. Endi bizlar bu ishlab turmay yoki soni bilish uchun run tugmachasini bosib tekshirib ko'rdik. Demak, bizda ishlab turgan ekan, unda isti boslasak da bo'ladi. Shunisi bizlar kalkulyatorning izbetindagi panelini qo'yishdan boshlaymiz. Ya'ni bu kalkulyatorning sirtqi ko'rinishi bo'ladi. Buni qalagan ko'rinishda qo'yib olsak bo'ladi. O'zingiz o'ynagan, balkim uzun 4'müş, balkim kvadrat, u sizga bog'lanadi. Shunisi buttonlarni qo'yib bilan davom ettiramiz, ya'ni tugmachalarni qo'yib bilan. Demak, buttonni qo'ydik, ham soni kopyalab ham yana vstavit etyapmiz. Sebebi bular birov qo'shuv, kengisi alu, kengisi ko'paytu, kengisi bo'lu bo'lishi mumkin. Demak, buttonlarda o'zimizga qulay etib qalagan formada, emas qalagan shape'da qo'yib olsak bo'ladi. Albatta ular birdek bo'lsa, mening o'yimcha suluvlov hamda ko'rkamli bo'lib turadi. Endi button 1, button 2, button 3, button 4 larga button 1 larning nelerini olib tashlab, o'zimiz ad beramiz. Masalan, button 1 ga qo'shuv amelini qo'ydik bizlar. Button 2 ga bo'lsa, alu amelini, button 3 ga ko'paytuv amelini, demak, button 4 ga, ya'ni bo'lu ameli bo'ladi. Bizlarning keng izlashimiz kerak bo'lgan zat, ya'ni bizlarga sonlarni kiritish uchun o'rin kerak. Onun uchun bizlar text box'ni saylab olamiz, ham soni apar qo'yamiz, ya'ni birinchi sonning o'rnina ne kirgizish kerak, qanday son kirgizish kerak, soni yozuv uchun. Ya'ni bizlar uni o'zimizning qalagan formamizda qo'yib olsak bo'ladi, ya'ni y'ning uzunligini. Keyin son islaganimizdan keyin copy etib, ikkinchi son qilib qo'yadigan etib ya'ni vstavit etib qo'yamiz, ya'ni yeksan kirgizamiz bizlar. So'ng mana o'rnlarni yana bir marta shaxsan qo'yib chiqyapmiz. Sebebi bizlarga natija kirgizilish uchun o'rin kerak bo'ldi. Endi biz natijani chiqarish uchun label nesini bosamiz hamda o'zimizga qulay nida buni qo'yib olamiz. Qulay formada. Demek bizde kalkulyatorning ayna beti birinchi, ya'ni ko'rinib turadigan tarafini ishlab bo'ldik. Endi uni tekshirish uchun run tugmachasini bosib ko'ramiz. Demak, bosdik, ham birinchi sonda kirgizdik, ikkinchi sonda da kirgizdik. Endi 4 amalda deb o'rnab ko'ramiz. Ishlagan yo'q. Sebebi biz endi buni kod tarafini ishlaymiz kerak. Label 1 da natija so'zini o'zgartirdik. Sebebi hozir ishlagan amalimiz shu natijada paydo bo'ladi. Usuning bilan birinchi bosqich shumaqlanadi. Ikkinchi bosqich. Demak, bizlar ikkinchi bosqichda ishlayotgan proyektimizning kod tarafini qarab o'tamiz.
ya'ni qo'shuv amelini o'rlash uchun kod yozamiz, alу amelini, ko'paytirish amelini hamda bo'luv amellari uchun birma-bir kodlarni yozib chiqamiz. Demak, ketdik. Demak, kodni bizlar textbox 1, ya'ni so'an qanday san kirgizuv haqida ham textbox 2, ya'ni ikkinchi text boxga qanday san kirgizuv kerakligi haqida kod bilan boshlaymiz. So'ng usti kirgizilgan sanlar label 1da, ya'ni bizning joyda natijada ko'rinuvi kerakligi haqida buyruqni beramiz. Demak, bizlar hozir kodni qo'shuv ameli uchun islayapmiz. Demek endi natijani tekshirib ko'rsak. Demak, randa bosamiz, ham text birga kirgizilgan san kirgizamiz, ikkinchisini de san kirgizamiz, ham qo'shuv amelini istaymiz. Ya'ni 15 ga 8 olsa, 23 bu to'g'ri. Endi bizga qolgan 3 amelga ele kod yozmadik. Demak, shunisi so'larda yozuv bilan davom ettiramiz. Ularni yozuv uchun bizlarga qaytadan kod yozish shart emas, tek pastda yozilgan qo'shuv uchun yozilgan kodimizni kopyalab qaytadan qo'ysak bo'ldi. Tek qo'shuv degan yerin aluga, keyin ko'paytiruvga, ham eng sonunda bo'luga almashtirib jibersak, hammasi o'z o'rniga tushadi. Demek islab aldık. Endi bir sinab ko'rsak. Ya'ni 24 ham 6 degan sonlar qo'shsak 30, alsak 18, ko'paytsak 144 ham bo'lsak 4. Demak, bizlarda kalkulyatorimiz yaxshi tarzda islab turibdi. Demak, sizga video yoqgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz bilan bo'lsin. Agarda sizga yana uzoq foydali videolar kerak bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.